Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Eng yaxshi darvozabon bo'ldi. Bundan taqdirimiz. Rahmat Futzalga aka. qiziqishingiz qanday boshlandi? Futzaldan qiziqishimiz yoshligimizdan beri futbolga qiziqamiz. O'zimiz uyimizni yonida katta stadion bor. Shu yerdan yoshligimizdan o'ynab qiziqib, ko'cha futbolida mana mini futbol stadionlar ochilgandan beri shu darvozabonlik faoliyatini shundan boshlaganman. Maktabda turasdim. Darvozabon bo'lishingizga qaror qilganingizda kim yoki nima sizga ilhom berdi? Darvozabon bo'lishimga sababchi maktabda shu o'ynab yurgan vaqtimizda darvozabon yo'q bo'lib qolgan. O'yin vaqtida kelib o'yin bo'ladigan shu mahalla. Shunday murabbiyim o'zim yaqin qarindoshim Nurmahmedga shu odam bizga sababchi bo'lgan. Shu orqali erta turib o'ynaganmiz, turyapmiz. Joriy mavsum qanday kechdi va eng qiyin va esda qolarli o'yin qaysi bo'ldi? Joriy mavsum o'yinlar hammasi bir-biridan qiziqarli, zo'r, yaxshi o'yinlar bo'ldi. Qiyin o'yinga keladigan bo'lsak, qiyin o'yin Tornadoga qarshi bo'ldi. Yana Mirobodga qarshi bo'ldi. Hammasi bir-biridan qiziq. Kuchlirog'i Mirobod bilan Tornadoga qarshi bo'ldi. Eng yaxshi darvozabon bo'ldingiz. Bu so'rinda bo'lishingizga eng katta hissa qo'shgan narsa nima bo'ldi? Avvalo bizga bergan Allohning bir ne'mati. Alloh shuni nasib qilgan ekan, peshonamizga yozgan ekan. Shunga erishdik. Mehnatlar. Shunday. Savol, siz uchun eng kuchli raqib jamoa yoki futbolchilar kimlar bo'ldi? Bu mavsumda Eng kuchli jamoa Tornado, chempion komanda. Eng yaxshi, kuchli ko'p qaysi bilan aytishdan yaxshi ta'sir qolgan futbolchi Iqbol deylik. Tornado jamoasi birinchi o'yinda biz jamoamizga ta'sir o'tkazgan bo'ldi. O'yindan oldin o'zingizni qanday tayyorlaysiz? Ya'ni ruhiy va jismoniy tayyorgarlikda eng muhim jihatlar nima? O'yindan oldin, men o'yindan 1-2 kun oldin o'zim tayyorlashni boshlayman. Ayniqsa o'yin kuni hamma ishni yig'ishtirib shu o'yinga qaratamiz. Asosiy vazifamiz. Bu turnirda ko'proq mas'uliyat o'zimizda ko'proq bo'ldi, mas'uliyat jamoada. Shunga harakat o'yindan oldin, bir kun bo'lsa, bir kun oldin harakat qilishni boshlaymiz. O'zimizning nastroyimizni shunga qarab tayyorlaymiz. Kelajakda maqsadlaringiz qanday? O'z jamoangiz bilan yuqori ligalarga chiqish niyatingiz bormi? Kelajakda niyatimiz bor, xudo xolasa. Alloh nasib qilsa, bundan keyingi o'yinlarda, birinchi ligalarda, oliy ligalarda o'zimiz jamoamiz bilan, Bulovosh jamoasi bilan o'ynash niyatimiz bor. Nimaga desangiz, Bulovosh jamoasi haq jamoasi. Hamma o'yinchilar o'zimiz qishloqdan chiqqan o'yinchilar. Bu Bulovosh jamoasi 2014-yildan beri biladigan odam biladi, taniydiganlar. 2014-yilda tashkil topib chiqqanmiz. Jamoa 3-o'rinda bo'ldi. Mavsumda chempion bo'lish uchun nima kerak? Chempion omad o'zimizda ham ayb bor. Kerakli o'yinlarda yuta olmadik. Keraksiz o'yinlarda ko'proq kerakli o'yinlar yuta olmadik. Yosh darvozabonlarga qanday tavsiya berasiz? Ularning nimalarga e'tibor berishlari kerak? Yosh darvozabonlarga avvalo birinchi o'rinda mehnat qilish kerak. O'zini ustida ishlash kerak. Qancha ko'p ishlasa, shuncha yaxshi natija qiladi.
mehnat tavsiya qilamiz. Futboldan tashqari bo'sh vaqtlaringizda nimalarni qildingiz? Bo'sh vaqtimizda o'zimiz ustamiz, to'g'risi. Ustachilik qilib turamiz. O'zimiz qo'l mehnatimiz bilan. Sevimli futbolchi yoki darvozaboningizmi? Jamoangiz va muxlislarga qanday minnatdorchilik bildirgan bo'lasiz? Avvalambor jamoamizga kattakon rahmat hamma bolalarga. Shu ikkinchi ligada hamma mehnat qildi teng birga. Ularga hammasiga birinchi o'rinda katta rahmat aytaman. Biz yonimizda turgan murabbiyimiz bor, Nurmuhammad akam. U odamga kattakon rahmat aytaman. Bizni yonimizda turgan sponsorlarimiz bor. Bitta Mo'mintoy akamiz bor, ukamiz Ahmadullo hoji bor. Ularga alohida kattakon rahmat aytamiz. Bizga shuncha yordam qildi moddiy tarafdan. Rahmat aytamiz. Muxlislarga kattakon rahmat aytamiz. Bizni shunchalik sovuqda kelib qo'llab-quvvatlab turdi. Hammasiga kattakon rahmat aytaman. O'zim nomimdan, jamoamiz nomidan kattakon rahmat aytaman. Keyin shunchalik shu ligani tashkil qilgan akalarimizga kattakon rahmat. Nohid akaga, uni yordamchilariga, sizlar yaqinda yordam beryapsizlar, sizlarga kattakon rahmat aytamiz. Shu 3 yildan beri shu bo'lib kelayotgan bo'lsa, bunga o'zini hissa qo'shgan Baxtiyor akani ham hamma taniydi. Baxtiyor akaga kattakon rahmat aytamiz. Bunga qo'shgani Nohid aka ham yuribdi, u akaga kattakon rahmat aytamiz. Bu shoularda olib chiqqan Baxtiyor aka endi eskidan taniymiz. Shoularda ko'p qatnashganmiz. Hammaga kattakon rahmat aytamiz. Mavsum boshida jamoa qanday maqsad qo'ygan? O'sha maqsadga erishdi. Mavsumdan oldin chempionlikni o'zi maqsad qilganmiz. Endi Alloh nasib qilmagan ekan. 3-o'rin ham bo'ldi. Yomon natija deb o'ylamaymiz. Birinchi mavsumimiz bu boshlanishi. Xudo xolasa keyingi mavsumlarda chempion bo'lishga harakat qilamiz. Turnir biz o'ylagandan ham yaxshi bo'ldi. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamadik. Yangi sharoitlar, yangi stadionlar, zallar. Endi bu biz o'ylamagan darajada o'ylamadik, bunaqa darajada bo'ladi deb. Kattakon rahmat shuncha rahbarlarga, shunday sharoit qilib bergan viloyat hokimiga birinchi o'rinda. Liga zo'r bo'ldi. Yana bundan ham keyingi mavsumlarda bundan ham zo'r bo'lishini tilab qolamiz. Qolgan qatnashgan hamma jamoalarga rahmat aytamiz. Futzal 2-ligasini darajasini 10 ball 10 ball hisoblayman.